Xo'p, bismillah. Hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sherzod Trader. Xo'p, bugun ob'yom haqida gaplashamiz. Xo'p, oxirgi paytlarda negativlar juda ham ko'payib ketdi. Что bozor ob'yomga o'tib boradi, tam ob'yom ishlamaydi, yo'q. Ob'yom haqida sizlarga tushuncha beraman. Buni shunga qarab bozorga qanaqa ta'siri tasavvuringlarga keltira olsanglar, menimcha ob'yom haqida negativ fikr kamroq bo'ladi. Xo'p, bir daqiqa. Xo'p. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, bozorda birinchi biz bilib olishimiz kerak, bozorning harakatlari nimaga asoslangan va nimaga bog'liq va bozordagi ishtirokchilar qanday harakat qiladi. O'sha narsalarni birinchi tushunib olishimiz kerak. Undan keyin ob'yom haqida biron nimani o'rgansak, biron nimaga harakat qilsak bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Bozorda ishtirokchilar ikki xil bo'ladi va ikki xil usulda savdo qiladi. Ya'ni bu birinchi ishtirokchilarimiz bular prodaveslar. Mana narxning tepa qismida har doim prodaves bo'ladi va narxning past qismida bular покупательlar deyiladi. Va bular imенно narxning oldidagi ishtirokchilar, bular market ishtirokchilari. Ya'ni bular narxni qaysidir darajaga chiqishligi yoki hozir qaysi narxdaligi bularga umuman ahamiyati yo'q. Sotib olish kerakmi? Sotib olish kerak. Sotish kerakmi? Sotish kerak. Bu xuddi nimaga o'xshaydi sizlarga tasavvuringlarga keltirishligim uchun aytaman. Bozorga borasiz, ya'ni bir ehtiyojingiz bor, bir narsa olmoqchisiz, narxiga ham, hech nimasiga qaramasdan sotib olaverasiz. Sizga kerakmi? Kerak. Yoki sotmoqchisiz, hozir qanaqa narx ketyapti, sotib olaverasiz. Masalan, tepaga 3200 ga chiqsa sotaman yoki 3000 ga tushsa sotib olaman degan fikr bilan emas, sirazi pulingiz bor, sotgingiz kelsa sotasiz, sotib olgingiz kelsa sotib olasiz. Mana shular bular rыночный ishtirokchilar deyiladi, ya'ni yoki rыночный ob'yomlar deyiladi. Va endi ikkinchi holat bu limitniy orderlar yoki limitniy zaявкалар. Misol uchun misol keltiraman. Hozir mana futuresda 3136 narxida qaysidir prodavets, sotuvchi 168 lot ob'yomini qo'ygan va 3100, 3093 atrofida покупатель ham o'zini bitimini qo'ygan. Ya'ni bu nimani bildiradi? Mana bu покупатель narx mana shu joyga kelsa sotib olmoqchi. Mana bu prodaves narx shu joyga chiqsa sotmoqchi. Endi narxlarni bu joyga borishligini yoki bormasligini rыночный ob'yom hal qiladi. Nimaga? Chunki agar mana bular rыночный покупательlar kuchlik bo'ladigan bo'lsa, narxni bu joyga tushirishlikka hojat yo'q. Tushunyapsizmi? Bular sotib olib qo'yaveradi. Qancha ob'yom, mana bular qancha kirganligi bilan ahamiyati yo'q, sotib olib ketaveradi. Biz nimaga balans ishlatamiz bozorda? Bozorning strukturalarini qo'shib ishlatishlik kerak. Ayni biza mana shu rыночный ob'yomlarning kuchini bilishlik uchun. Misol uchun narx mana shu holatda kelyapti. Balansning buzilishligidan biz bilamiz prodaveslar ya'ni kuchsizlanganligini, endi покупательlar kuchayganligini. O'shaning uchun agar limitni zaявкаларdan foydalanmoqchi bo'lsak, buni take profit sifatida olsak bo'ladi. Endi bu joyda ob'yom ishlamaydi, ob'yom tupurgani bor, u yoq deydiganlar prosta tushunmayapti nima bo'layotganini. Ya'ni mana bu zaявкалар bular 238 lot yoki mana pastdagi 157, 151 lotlar,
bular просто mana shu rыночный объемlarni bir teparoqga qo'yib qo'yilgan varianti xolos. U joyga narx borganda agar mana bu покупательni puli yetsa, uni olib ketaveradi yani даже. Yana sotib olib ketaveradi. Ya'ni bu imенно bu объем narxni qaytarib yuboradi degan narsa yo'q. Lekin to'g'ri, bu krupniroq bo'lganligi uchun narxni qaytarish anaqasi bo'ladi. Chunki masalan kattaroq объем qo'shilganda покупательlar ayni imенно o'sha narxda emas, bo'lib sotib olishligi mumkin, ya'ni korreksiya berib boshqa qilib. Xuddi shunaqa teskarisi, agar продавецlar juda ham agressiv bo'ladigan bo'lsa, mana bu покупательlarning puli yetmasligi mumkin. Покупательlarning puli yetmasligi mumkin. Ya'ni bular sotib olganligi mana 150-158 sotib olganligi bilan mana bu рыночный продавецlar объем tiqib ketaversa, bularning puli hech narsa bo'lmay qoladi. Yoki mana buni bularda agressiya kuchli bo'ladigan bo'lsa, mana bu объем ham hech narsa qila olmaydi. Shunchaki uni ham qo'shib olib, sotib olib ketaveradi. Ya'ni bozor shunaqa ishlaydi. Buni masalan объем ishlamaydi, объем tupurdi, boshqa qildi. Bu narsalar bir saviyasizlikdan boshqa narsa emas. Ya'ni bular ehtimol xolos. Narxni lekin hozir misol uchun mana shu holatda sizlarga tushuntiraman. Xo'p, mana shu birinchi bizni покупка zonamiz va u narxdan hali o'ta olmadi. Продажа zonamiz va mana bu ikkinchi покупка zonamiz. Agar narx buzib qo'yadigan bo'lsa, mana bu bizga yana покупка zona bo'ladi va keyingi ya'ni tendensiyani davom ettirishligi mumkin. Chunki nima? Bu yerda продавецlar hech narsa qila olmadi. Mana bu объемlarning hammasini sotib olish uchun ketadi narx. Обратно ham xuddi shunaqa ishlaydi bozor. Misol uchun mana shu holatda покупка misol uchun покупка oxirgi mana покупка. Va narx покупательni buzganda продажа biroz bo'lsa ham boshlandi. Hatto mana bu объемlargacha, mana bu покупательlargacha. Ya'ni xuddi shunaqa ishlaydi. Bu объем ishlamaydi, объем tupurdi. Bu bir nima deydi? Saviyasizlikdan boshqa narsa deb hisoblamayman. Xo'p. Продавецlarni juda ham mana kumulyativ delta shu narsani ko'rsatadiki, bozorga ham объем jihatdan qaraganda faqat продажа объемga kiryapti. Chunki narx faqat mana delta -2,5 mingga tushib ketgan. Faqat as kiryapti. Faqat sotyapti-da. Masalan, hamma sel kiryapti, lekin покупательlar shunchaki sotib qo'yadi. Sotib olib qo'yadi. Agar masalan mana bunaqa ko'rinishda delta ham o'sadigan bo'lsa va narx ham o'sadigan bo'lsa, bu ya'ni unchalik sotishga talab katta emas. O'shaning hisobiga bu indikator narx bilan bir xil harakat qiladi. Lekin hozirgi holatda delta juda ham agressiv pastga tushyapti, lekin narx tepaga harakat qilyapti. Bu degani juda ham ko'p продавец bozorga kiryapti. Bularni puli tugaydi. Bu вечный pul emas baribir. Baribir tugaydi bu pul. O'shanda keyin yana o'sha ya'ni pastdagi puli bor narxlarga harakat qilib ketadi. Ya'ni tushuntira olgan bo'lsam. Demak, qisqacha qilib aytganda, mana bu narxning oldidagi объем, mana bu объем bozordagi narxga qaramaydigan ishtirokchilar qaysi kuchli bo'lsa, o'sha tarafga harakatlantiradi. Mana bular mana shu narxdagina sotib olishni xohlaydigan ishtirokchilar. Agar bularda pul tugasa, narx mana bu объемlarga harakat qiladi. Chunki bular mana shu narxni sotib olishga tayyor. Va e'tibor bersanglar, endi narxning tepa qismida объемlar ko'paya boshladi. Bu degani endi продавецlar ko'payishni boshladi. Bu narxni mana bu joylarga olib kelishga
harakat qilishi mumkin. Ya'ni tushuntiradigan bo'lsak. Ya'ni bu qanaqa ishlaydi? Misol uchun mana bu joyda masalan Toshmat, mana bu joyda Eshmat masalan. O'zi negativlan ismini aytyapman-da. Toshmat mana shu yerdan sotmoqchi va teparoqdan masalan narx yana ko'tarilsa, qimmatroqga yana sotmoqchi mana shu yerdan. Bu ham Toshmat o'zi aslida. Eshmat shu yerda o'zida ham sotib olmoqchi, pastroqdan yana ko'proq sotib olmoqchi, arzonroq. Ya'ni bu mana bu ob'yom bilan mana bularni vazifasi bir xil o'zi aslida, lekin narx bu joylarga borganda nisbatan ko'proq ob'yom qo'shilganligi uchun narx orqaga qaytishlik ehtimoli ko'proq bo'ladi. Lekin Eshmat mana shuncha ob'yom bo'lsa ham sotib olib qo'ysa, misol uchun, bu narxni yana tepaga yo'naltirib yuborishi mumkin. O'shaning uchun ob'yomni analizda kuzatib savdoga kiriladi. Shunchaki mana bu yerda masalan 100 ob'yom bor ekan yoki pastroqda 200 ob'yom bor ekan, shu yerdan qaytib ketadi degan narsa yo'q. U narsalar bo'lishligi mumkin, faqat bu har doim bo'lmaydi. Bozor masalan agressiya ko'rsatayotganda bu narsalar ishlamaydi. Menimcha logikasini sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Shunda ham agar ob'yomni misol uchun tushunmasdan turib bir nimalar desanglar, endi unda o'zingizlar bilasizlar. Ya'ni bor narsa shu. Hozir narx mana qancha prodaves, qancha lot, qancha mana shu qizil belgidagilar prodaveslar, bu yashillar. Aksariyat yashil bizda ko'proq, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Ya'ni bu faqat prodaja, hamma sel. Lekin bozor qancha bersang shuncha olaman deyapti. Qancha bersang shuncha olaman deyapti. Qachonki покупательlar puli tugaydi, misol uchun, ya'ni tushuncha bo'lish uchun aytyapman. Undan keyin mana bu bozorga kirayotgan ob'yomlar bizga narxni tushirib beradi. Ungacha hammasini yeb ketaveradi. Обратно ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Prodaveslar agressiya ko'rsatadigan bo'lsa, mana bu покупательlarning hammasiga sotib chiqishligi mumkin. Xo'p, обратно yana struktura bo'yicha hozirgi holatda narx agar mana bu bizni maksimumimiz, mana bu minimumimiz bo'lib, narx agar tepadan yopilib qaytadigan bo'lsa, bu yana o'sha yana ham krupniroq prodaveslarning zonasiga olib chiqishi mumkin. Ya'ni har doim shunaqa ishlaydi bozor. Buni pastdan kuzatsanglar ham, tepadan kuzatsanglar ham xuddi shunaqa. Xo'p, qachon bu balans buzilishligi mumkin? Qachonki har bitta mustahkam уровень hosil qilgan покупательlar bozordan chiqib ketadigan bo'lsa, undan keyin narx keyingilarga boradi. Masalan, bu buzilsa bunga boradi, bu buzilsa bunga boradi. Mana shunaqa harakat qiladi. Menimcha umumiy tushuncha. Endi bu narsani sizlar strategiyalarda qanaqa ishlata olasizlar, men bilmayman. Ob'yomni logikasi shu. Xo'p, men lichno o'zim qanaqa ishlataman? Misol uchun mana bugungi Telegramda berilgan sell signal qancha yo'l berdi misol uchun. Signal sifatida berganim 70-100 atrofida yo'l berdi, adashmasam. Mana bu holatda yo'l berdi. Xo'p, bunga sabab mana shu struktura bo'yicha, misol uchun mana qaranglar. Support bor, bu yerda resistance bor va mana bu ob'yom strukturani davom ettirishligi kerak. Support hosil qilishligi kerak edi. Xo'p, endi bu ob'yomni narx buzib qo'ydi va korreksiyadan keyingi ob'yomgacha narx tushib berdi va покупательlar hali ham agressiv, narxni pastga qo'ymayapti. Ehtimol jihatdan narx yana selga yurishligi mumkin, lekin
не fakt aniq bozorga konkretniy struktura хотя бы H1da yangi direction hosil qilsa, undan keyin sel haqida yaxshiroq o'ylab ko'rgan ma'qul. Ungacha hozir bozor shunaqa holatda davom etib qolishligi mumkin. Xo'p, umumiy tushuncha shu. Yana bir narsa, mana bu stakanda ham, mana bu stakan, mana bu hozirgi narx bo'ladigan bo'lsa, past qismi покупательlar, tepa qismi продавецlar. Va e'tibor bersanglar, mana покупательlar juda ham ko'p, чем продавецlarga nisbatan объем qo'ygan. Bu degani qancha bo'lsa sotib olaman, men sotib olaveraman degan narsa kelib chiqaveradi. Xo'p, yana bir gap, mana shunaqa toshmat va eshmatlarga o'xshab qolmasligi uchun, agar ob'yomga o'rganishga qiziqishingiz bo'lsa, shu narsani siz tradingda o'z instrumentlaringiz qatoriga qo'shmoqchi bo'lsangiz, Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Yoki professional darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zimga murojaat qilsangiz, qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Hammangizga rahmat.